Iroqda kuchli qum bo'roni yopirildi. Qashqadaryoda haydovchi YPX xodimiga kalla qo'ydi. O'zingdan 20 baravar kattaga qarshi hech qachon urush ochmaysan. Tramp Zelenskiyni yana bir bor qoraladi. Eri uni bo'g'ayotgan bo'lgan. Turkiyada qotillikda gumonlangan o'zbekistonlik ayol bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berildi. Trampning odami Putin bilan nimani gaplashdi? Peskov javob berdi. Isroil Hamasga o't ochishni to'xtatish bo'yicha yangi taklif berdi. Endi esa batafsil. Hasan, uni qara. Nima deysan, ha? Uyga pul yuborish uchun ertalab bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilib tushunga? Uni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Prosta bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Zo'r. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. Iroqda kuchli qum bo'roni yopirildi. Iroqda kuchli qum bo'roni sababli salkam 2000 kishi nafas qisilishdan aziyat chekdi. Bo'ron mamlakatning ko'plab hududlarida ko'rish masofasini nolga tenglashtirgan. Najaf va Basra aeroportlarida havo harakatini izdan chiqargan. Najafda ko'ruvchanlik yomonlashgani sababli 5 ta avtohalokat sodir bo'lgan. Politsiya xodimlari va piyodalar quyuq changdan himoyalanish uchun niqob taqishga majbur bo'lmoqda. Biroq bu odamlarni bo'g'ilishdan to'liq himoya qila olmayapti. Jumladan 1800 dan ortiq kishi nafas qisilishdan aziyat chekmoqda. Mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bo'g'ilish alomatlari bilan kasalxonalarga 700 dan ortiq kishi murojaat qilgan. Qum bo'roni Saudiya Arabistoni sharqi va Iroq janubi-g'arbidan kelayotgani ta'kidlangan. Ekspertlar fikricha Iroqda chang bo'ronlari soni ko'payishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iroqni dunyoda iqlim o'zgarishidan eng ko'p zarar ko'rgan 5 ta mamlakatlardan biri sifatida e'tirof etgan. Havoda uchib yuruvchi chang va qum zarralari astma, bronxit va boshqa nafas yo'llari kasalliklarini kuchaytiradi. Bundan tashqari qum zarralari ko'zga kirib, qichishish, yallig'lanish yoki hatto ko'rish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Qashqadaryoda YPX xodimiga faol qarshilik ko'rsatgan haydovchi qamoqqa olindi. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida YPX xodimiga faol qarshilik ko'rsatgan Cobalt haydovchisi qamoqqa olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda 2 YPX xodimi va Cobalt haydovchisi o'rtasida janjal yuzaga kelgani aks etgan video tarqalgandi. Videoda haydovchi xodimni musht bilan urganini ham ko'rish mumkin. G'uzor tumani Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori Shahzod Nazarovning ma'lum qilishicha, belgilangan hududda xizmat olib borayotganida Cobalt avtomobili to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgisi o'rnatilgan joyda qoldirib ketilganini ko'rgan. Birozdan so'ng haydovchining o'zi kelgan va xodim undan hujjatlarni so'raganda taqdim qilmasdan, uning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan avtomobilini haydab ketishga uringan. Cobalt haydovchisi YPX xodimlariga bo'ysunmay, qochishga harakat qilganini, uni avtomobildan tushirib olishgani uchun jahli chiqib qarshilik ko'rsatib, janjallashib ketganini tan olgan va qilmishidan pushaymonligini aytib kechirim so'ragan. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ushbu modda bilan aybdor deb topilgan shaxs bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 3 kishini deb millionlab odamlar halok bo'ldi. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainada urush boshlanishiga 3 kishini javobgar deb hisoblaydi. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. Avval kabinetda Salvador prezidenti Nayib Bukele bilan uchrashgan Tramp shunday dedi: 3 kishini deb millionlab qurbonlar berildi. Deylik, birinchi raqamlisi Putin, ikkinchisi nima qilayotganini o'zi ham tushunmaydigan Bayden, uchinchisi Zelenskiy. Shundan so'ng Tramp urushni boshlab qurol so'rayotgani uchun Zelenskiyni yana bir bor qoraladi. Urush boshlashdan oldin unda yengishga ishonching komil bo'lishi shart. O'zingdan 20 baravar kattaga qarshi hech qachon urush ochmaysan va keyin senga raketa berishlarini so'rab yurmaysan, dedi Tramp. AQSh prezidenti o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarda siljish bo'lishini hanuz kutayotganini ham qo'shimcha qildi.
Eri uni bo'g'ayotgan bo'lgan. Turkiyada qotillikda gumonlangan o'zbekistonlik ayol bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berildi. Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbekistonlik 28 yoshli ayol turmush o'rtog'ini pichoqlab o'ldirgani haqida xabarlar tarqalgandi. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi ayolning xolasi bilan suhbatlashib, holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, vafot etgan Turkiya fuqarosi spirtli ichimlik iste'mol qilgan. U o'zbekistonlik turmush o'rtog'iga nisbatan muntazam ravishda jismoniy va ruhiy bosim o'tkazib kelgan. Voqea sodir bo'lgan vaqtda xonada boshqa shaxslar ham bo'lgan. Dastlabki tergovga ko'ra, marhum ayolni bo'g'ayotgan paytda orqa tomondan pichoq bilan jarohatlangan. Bu esa uni boshqa shaxs tomonidan pichoqlangan bo'lishi ehtimolini istisno etmaydi. Ayol jiyani turmush o'rtog'ini moddiy qiyinchilik sabab o'ldirgani haqidagi xabarlarni rad etib, uni o'ldirmaganini, hali sud tomonidan aybdor deb topilmaganini bildirib, xabarni tarqatayotganlardan buni inobatga olishni so'radi. Bu xabarni tarqatganingizdan keyin onasi kasallanib, tanasining yarmi ishlamay qoldi. Aka-ukalari yuzi yerga qarab qoldi. Sizlardan iltimos, bunday xabarni chiqarmang, dedi va xabarni tarqatganlar bilmagan ko'p narsa borligini qayd etib o'tdi. Hozirda ayolga zarur konsullik huquqiy yordam ko'rsatilmoqda va unga advokat biriktirilgan. Mazkur holat bosh konsulxona tomonidan nazoratga olingan. Turkiya nashrlari bergan ma'lumotga ko'ra, xotinning turmush qurganiga 4 yil bo'lgan va bir nafar bolasi bor. Trampning odami Putin bilan nimani gaplashdi? Peskov javob berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va AQSh prezidentining maxsus elchisi Steve Uitkov Sankt-Peterburgdagi uchrashuv kabi aloqalar foydali va samarali. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday muzokaralar Amerika va Rossiya rahbarlariga axborotni birinchi qo'ldan olish imkonini beradi. Kreml vakilining aytishicha, Steve Uitkov bilan muzokaralarda Vladimir Putin va Donald Trampning ehtimoliy uchrashuvi batafsil muhokama qilinmagan. Uchrashuv mavzusi batafsil muhokama qilinmadi, chunki har qanday uchrashuvga albatta puxta tayyorgarlik ko'rish kerak, dedi Peskov. Jurnalistlarning Vladimir Putin va Steve Uitkov o'rtasidagi muzokaralardan so'ng Rossiya va AQSh pozitsiyalari yaqinlashib qoldimi degan savoliga Dmitriy Peskov shunday javob berdi. Muhokama qilinayotgan masalalar juda murakkab. Shuning uchun biror bir zudlik bilan natija kutishni oqlab bo'lmaydi. Ish davom etmoqda. Isroil G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish bo'yicha Hamasga yangi taklif yubordi. Tegishli taklif misrlik vositachilar orqali yetkazildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Hamasning yuqori martabali vakili taklifning kamida 2 tasi ular uchun nomaqbul ekanini allaqachon aytgan. Hozirda vositachilar Hamasdan rasmiy javob kutmoqda. Falastin guruhi o'zining asosiy talabini yana bir bor ta'kidlagan. Unga ko'ra, o't ochishni to'xtatish bo'yicha har qanday kelishuv G'azodagi urushga chek qo'yishi va Isroil qo'shinlarining sektordan to'liq chiqib ketishini ta'minlash kerak. Biroq yangi taklif Isroilning jangovar harakatlarini to'liq to'xtatishini o'z ichiga olmaydi. Bundan tashqari, Isroil birinchi marta muzokaralarning keyingi bosqichida Hamasni qurolsizlantirish talabini kiritgan. Falastin guruhi esa mazkur shartlarga rozi emas. Yahudiy davlati ushbu taklifga rasman izoh bermagan. O't ochishni to'xtatish va garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha muzokaralar urush fonida olib borilmoqda.